Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi ishimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Xushvaqt qishlog'ida bo'libdi. Mana shu ko'rib turgan xonadonlarimizda elektr montajini to'liq qilib chiqdik. Shuni nima ishlar qilindi, sizlar birma-bir qo'yib, maksimal darajada tushuntirishga harakat qilaman. Sahifamizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Kirib kelishdan ikki tomonga ikkita biraga moslab ketdik. Ko'rishingiz mumkin, darvozaxona ikkitali, uchtali yuklichatel tushadi. Bu yerdan ikkitali yuklichatel, o'rtaga bitta rozetka qo'yiladi. Bu yoqqa shit tushadi. Shitlar mana hammasini yozuvlarini yozib, belgi qo'yib chiqdik. Hop, mehmonxonaga kiramiz. Yuklichatel rozetka tushadi. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqqa televizor tushadi. Televizorda shlenkasini ham tashlab ketdik birdan. Rozetka tushadi. Bu yoqqa ham bitta rozetka tushyapti, konditsionerga chiqyapti. Hop, qolgan xonalarni ham ko'ramiz. Kirishda katta bitta zal bo'lyapti bizga. Zalda bitta sveti mana bu tomondan yoqiladi. Konditsioner bo'ladi. Osveshение ikkitali galogen bilan birga. Hop, zalni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqqa televizor tushiramiz, mana bu yoqqa bitta rozetka tushiramiz. Zalni bu tomondan kirishda ham rezerv yuklichatel qo'yamiz, xudo xohlasa. Shunga moslab ketdik. Ko'rishingiz mumkin. Lampochkasi отдельный, ko'cha tarafga bitta lampochka qo'ydik. Mana bu yoqqa ikkitali yuklichatel bilan yoqamiz. Женский mehmonxona deyaptilar bu yoqda, xudo xolasa. Mana bu yoqqa mana televizorga mosladik, konditsionerga. Galogenli o'rta lyustraga mosladik. Bitta rozetka, bitta yuklichatel tushadi, ikkitali. Mana bu yoqqa bitta rozetka tushadi. Keyingi xonalarni ko'ramiz. Spalniy xona deyishdi bu yoqda. Televizorga mosladik. Shlenkalar bilan sizlarga alohida ko'rsatib o'tsam bo'ladi. Xohlasalar TVM kabel, xohlasalar Wi-Fi simini tashlab olsa bo'ladi. Mana kireshaga chiqarib ketdik. Konditsionerga. Xo'p, osveshение, korobka. Bitta yuklichatel tushadi, bittalik. Bu yoqqa spalniy bo'ladi deyaptilar. Mana shu joyga spalniy joylashgandan keyin bitta bu tarafiga, bitta bu tarafiga rozetka uchun joy tashlab ketdik. Hop, detskiy xona. Detskiyga TVM uchun, konditsioner uchun. Kabel har bir xonaga отдельно kelgan. Bu yoqqa bitta rozetka bilan bitta yuklichatel tushiramiz. Osveshение. Kirish xotdagi bor. Gofrachalar bilan o'tkazyapmiz, ko'rishingiz mumkin. Ko'cha tomonga emas, shina uchun tashlab ketganmiz. Gofracha bilan. Mana shuni.
Vremenga tushadi dedi. Vremenga uchun отдельный kabel tortamiz keyin. Xo'p, uchotchik qayerga tushadi degan savol sizlarda bo'lishi mumkin. Uchotchik kabeli tortilgan, tayyor. Mana shu yoqqa uchotchik tushadi, xudo xolasa. Liniyasini tashlab qo'ydik, tayyor. Xudo xolasa bitta fayzli xonadonni elektr montajini qilib chiqdik. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa bizga murojaat qilishlaringiz mumkin.